Men Nishonot Xon Hasanona kemping xonada turaman. Bellarim, oyoqlarim og'rigan sababli Jamshid akani oldiga kelganman. Yurolmagan holatda kelganimda 3 kun 4 kun yurib ketgan. O'shanda oyog'ingiz, belingiz o'sha oyoq tortishib qolganda. Oyoqlarim yurolmaganman. 3 kun 4 kun yurolmay siz yoningizga kirib kelganimda qaragansizda. 10 yil bo'lib qoldi, 10 yil 9 yil bo'lib qoldi. Shunda birinchi kun muolajadan keyin 2 kundan keyin yurganman. Birinchi kuni sal qo'yib yuborgan, ikkinchi kuni ham yaxshi, uchinchi holatda yaxshi bo'lib ketgan. 3 kun olganda. Keyin yurib ketgan. O'zim yurib kelganman. 2 kungacha bolalarim olib kelgan qilgan. Darvozadan kirgizgan, sizni qizlaringiz ertalab mana xonaga kirib yotqizib qo'ygan. Ikkinchi kuni sal yurganman, uchinchi kuni botamon tuzalib, sekin-sekin o'zim yurib kelishga harakat qilib, 1 oymi lecheniya olganman sizdan, undan yaxshi bo'lib ketganman. Nami kelmay yurib keyin keldim. Alloh shifosini bersin, sog'ayib keting. Rahmat sizga ham, tanjoningiz sog' bo'lsin, mayli. Bolalaringiz baxtiga sog' bo'ling. O'zingiz ham sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Pullaringiz dard ko'rmasin hamisha. Rahmat, salomat bo'ling.